Eng cho'ng janjal for baqamdoq naq maydonda. Kelpindimi biz kelib tunji baqmichiga men qadidiq bir qotanga. Mana üst chiqirgandek turdiq. Hozirgacha 4 kiloni tek tushib baxmidi buning usti. 184 kiloma? Bir kundami? Bir kunda. Bir kun 4 kiloma. Bir kun 4 kilosi chiqdi. Eqma to'ga etiniz yadibek semirib kes qisilib qoladi degan gap bor. U ilmiy asos bor gapmi yo'q gap buniki? Tug'digan mallar bek semirib ketish ko'rmaydi, bek o'riqlab ketish ko'rmaydi, o'riq beqish ko'rmaydi, normal beqish kerak. degan qarash bor. Qisda tumur oladi emasmi? Qo'sa kerilgandan keyin shu tumuri qisilib, shunga ustini qisib oladi deb ajna bir ishli bor kerak. Eng cho'ng janjal for baqamdoq naq maydonda. Yig'layotgan mallarni semirib ketsa, haddidan ziyod semirib ketsa, sut oz chiqadigan ahvollar bulamdi degan savol paydo bo'lib qoldi. Siz buni qanday qaraysiz? Sut oz bo'ldi. Sut ozlab ketamda? Aniqmi? Aniq. Unda normal beqish kerak. Mana. Unda osmon masala. O'rtasimizlikcha beqish kerak. Mana. Unda olsa masala aydın bo'ldi. Ma keltirdik. Şeyhim Allah'ın meyni köpeytçi semetmesin bedendeki ihtiyaçlık ilmitlandırılmış gerek. Çıksa çıkırak, az çıksa azırak temizleş gerek. Oldu. Unda olsa şu boyunca başlap keteyapti qamsa. Ama Yani başka deydigan gaplarınız bormi? başkasının soraydıgan olması de. Soraydigan savol bormi? So'raydigan ammo gap qilishakdan şu. Başka Bo'ldi. asos çok mesele. Bunda men telefon qilib turmayapsa? Ama Ma'qul. Bek semirib ketsa, bu sig'ish jarayonida sut ozlab ketishi mumkin degan qarash o'tirib qo'yaldi deb baxmichilar shuni so'rayaptim. Sut ozlab ketamdi, bek semirib ketsa deyapti. Siz qanday qaraysiz shunga? Azlab ketadi. Ozlab ketamda? Azlab ketadi. Birisi shu bek semirib ketsa, masalan, uruqlanmaydigan ahvol bo'ldi. Masalan, odatga Asl dastlabdan boshlab shunday ko'ndirish kerak. Bakmay, %75% atrofida semiz holatda tutish lozim, bek semirib tutmaslik lozim deydigan ilmiy bo'yicha shunday aytildi. Bu mahsulotni nisbatan to'vallaydi, bek semirib ketmasligi lozim. Mesela men naq maydon jibomi bor ha men odamda. Anaqa bizningki mendaq maxfiyat yushirdigan narsamiz yo'q. Anandakillik yuzkilanmaydigan yerimiz yo'q. Har qanday shulab qolsa, bilmaganimizni bilmaymiz. Bayatdan o'xshash bildigan odamlarga Shinjoni kim bilsa, bunda nasib qolsa, qazon qayfimizni uvishlab yedaylik. Hamiyat bak. Shuna olgandan endi bu shunchalar ishimiz hamda o'zimiz qilayotgan ish qilib. Shangetga qo'rqmay yeyapti. 31 yil oldi emasmi bu kasb qilayotgani. 10-ayning 20si bak alayda ahvol bo'lmasa kalpinda shu tugi baqmachilik to'g'riliq, kala qo'y baqmachilik to'g'riliq dars o'rinlashtirilmas. Unda bo'lsa xabar bo'lib qo'yilgan